Bugungi kunda viloyat markazida shahar infratuzilmasini rivojlantirish va aholiga qulay sharoit yaratish maqsadida jamoat transporti tizimini yaxshilash masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Hozirgi lavhamizda Termiz shahri jamoat transportida olib borilayotgan yangilanishlar haqida so'z boradi. Bugungi kunda jamoat transporti shahar infratuzilmasining asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi. Termiz shahrida aholi sonining o'sishi natijasida jamoat transportiga bo'lgan talab va ehtiyoj ham yil sayin ortib bormoqda. Bu esa o'z navbatida jamoat transporti xizmati sifatini yaxshilash, uni bugungi davr va sharoitga moslashtirishni taqozo etadi. Yo'lovchilar uchun qulay va zamonaviy sharoitlar yaratish maqsadida shaharda 35 ta yangi avtobus qatnovi yo'lga qo'yilgan edi. Shuningdek, jamoat transporti tizimini yanada takomillashtirish doirasida bir qator yangiliklar bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Ana shunday yangiliklardan biri jamoat transporti to'lov tizimidagi muhim o'zgarishdir. Xabaringiz bor, Termiz shahri jamoat transportlarida naqd pullarsiz to'lov tizimi joriy etildi. Endi siz istalgan bank kartalari yoki infokiosklardan foydalangan holda bir martalik cheklar orqali to'lovni amalga oshirishingiz mumkin. Buning aholi uchun qanday qulayliklari bor? Hozir barchasini ko'rib chiqamiz. Viloyat hokimining 2025-yil 9-dekabrdagi qaroriga asosan Termiz shahridagi jamoat transportlarida joriy yilning 3-yanvaridan boshlab naqd to'lov tizimidan bosqichma-bosqich voz kechilib, elektron to'lov tizimiga o'tilmoqda. Endi ayrim hollarda yo'lovchilar orasida yo'l haqini to'lamaslik holatlari uchrab turibdi. Shularni bizlar nazoratga olib, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 144-moddasi 5-qismiga asosan elektron bayonnomalar rasmiylashtirmoqdamiz. Jamoat transportida harakatlanib, yo'l haqini to'lamay ketayotgan yo'lovchilarga nisbatan jarimalar miqdori bor. Bu bazaviy hisoblash miqdorining 10dan 1 qismi hisoblanadi, 41.200 so'm, ya'ni 10 kun ichida to'lasa 20.600 so'm jarimasi bor. Amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida transport qatnovlari yanada tartibli yo'lga qo'yildi. Shuningdek, jamoat transporti xizmati sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarildi. Bu esa yo'lovchilarning o'z vaqtida manziliga yetib borishi hamda yo'llardagi tirbandlikning oldini olishda yordam beradi. Qulayligi misol uchun ba'zi bir insonlarda naqd pul bermay qolishi mumkin-da, lekin karta orqali to'lov esa hamma uchun qulay, chunki hozirgi kunda karta hammada bor-da. Avvallari biz naqd pullarni bankomatlarda qildirardik, banklarga borib. Endi oddiy kartamiz orqali yo'l haqqini to'lashimiz mumkin. Juda qulay, karta orqali to'lab ketaverasiz. Hamda karta orqali to'laganingizda 2000 so'm yo'l haqqi, arzon, qulay. Avtobus qulayliklari juda yaxshi ekan. Hozir joriy etilgan, menga juda yoqdi. Hozir mana plastik karta orqali keldik 2000 bilan, agar taksi orqali kelsak 15000 bilan kelardik. Aytish joizki, yo'lovchilar uchun yaratilayotgan sharoitlarni yaxshilash maqsadida shahar hududidagi avtobus bekatlari ham bosqichma-bosqich yangilanmoqda. Ayni paytda Termiz shahrida mavjud bekatlar bilan bir qatorda yangi bekatlar qurilishi rejalashtirilgan bo'lib, ushbu bekatlar qurilib, to'liq foydalanishga topshirilguniga qadar shahar hududida avtobus to'xtash joyi o'rnatilgan manzillar vaqtinchalik bekat sifatida belgilangan. Biz uchun qulayliklari hozir pul sanab olmaymiz. Naqd pul vaqtimiz ketmaydi. Yo'lovchilarga ham qulay, plastikda urib tushib, mana tushib ketyapti. Boradigan manzillarga tezda boryapti. Rahmat aytyapti ko'pchiliklar. Bizga ham yaxshi. Har qadamiga to'xtamaymiz. Bekatdan olamiz, bekatga tushiramiz. Bekatlar yetarli emas, lekin belgilangan joyga to'xtaladigan joyga to'xtayapti. Endi bekat qurilsa yo'lovchilarga ham qulaylik bo'lardi-da. Bekatlar bo'lib, yo'lovchilar bekatga kutsa, juda yaxshi ish bo'lardi-da. Aholiga qulay va sifatli transport xizmatini ko'rsatish maqsadida Surxondaryo viloyati transport boshqarmasi tashabbusi bilan Termiz-Denov yo'nalishi bo'yicha yangi muntazam avtobus qatnovlari ham yo'lga qo'yildi. Qatnovlar Termiz shahridagi Manguzar avtoshoh bekatidan har kuni soat 14:00 da, Denov avtoshoh bekatidan esa Termiz yo'nalishida soat 17:00 da amalga oshiriladi. Mazkur yo'nalishda yo'l haqqi masofaga qarab belgilangan bo'lib, Termiz Denov 35 ming, Termiz Sho'rchi 30 ming, Termiz Qumqo'rg'on 20 ming, Termiz Jarqo'rg'on 10 ming so'mni tashkil etadi. Bir so'z bilan aytganda, jamoat transporti tizimidagi ushbu yangilanishlar shahar hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, vaqtni tejash, tirbandliklarni kamaytirish va aholi uchun qulay muhit yaratishga xizmat qilmoqda.